Assalomu alaykum. Gerani qaysi payt kessa bo'ladi, nima sababdan kesiladi va kesgandan keyin nima ozuqa berish kerak? Shu haqida ozgina tushuntirib o'taman. Xohlagan vaqtingizda kessangiz bo'ladi. Xohlagan vaqtingizda kessangiz bo'ladi. Biz buni 1 oy oldin kesganmiz. Bu hozirgi holati. Hop, kesishdan maqsad gulni yoshartirish bo'ladi. Yangi chiqarayotgan shoxlari hammasi gullaydi. Qari shoxlari ular o'sha guldan qolgan bo'ladi. Ularni yonidan chiqqan bachkilari, yonidan chiqqan shoxlari gullaydi xolos. Tuvakda gul o'stirayotganda juda ko'pchilikda gul gullamaydi. Hali yarim metr, 1 metr bo'lib ketadi, lekin turaveradi. Nima qilish kerak anaqangi gulni desa, 3 dan 1-ni, bo'lmasa 4 dan 1-ni kesib olib tashlaysiz. Hozir men probaga qilgandim, videoyim o'xshamay qoldi. Qo'lda kesganman buni. Shunaqangi uzungina gul edi. Olib tashladik. Uyda qiladigan bo'lsangiz, bir 5-6 ta bargi bilan qoldirsangiz, quritib qo'yish ehtimolingiz kamroq bo'ladi. Bizda bargi ham qolmagan, hammasini tagidan olib tashlaganmiz. Ba'zi birlarida qolgan, bunda ham barg qolmagan. Bu 3 tasi eski bargi, bu yangi chiqarayotgani. 3 dan 1-ni qoldirasiz yo 4 dan 1-ni qoldirasiz, qolganini kesib tashlaysiz. Agar shoxlar o'sib ketgan bo'lsa, mana shoxlar o'sib ketgan, mana bitta shoxi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi. Hammasini bir 7-8 sentdan qoldiradigan bo'lsangiz, shunaqangi bo'lib, ko'pgina shox bo'lib chiqadi. Bu degani ko'pgina gul degani. Hop, bunga biz kecha azot berdik. Azot o'stiradi, azot bargini yashnatadi. Sarg'aygan barglari hammasi o'ziga keladi. Barglari o'ziga kelishni boshlagan. Kecha berganimizga 1 kun bo'ldi. Bu yoqdagilari o'ziga kelishni boshlagan. O'ta och edi. Buni Xudo xohlasa biror haftadan keyin yana qo'yaman. Bunga temir berilmaydi. Gulni kesganingizdan keyin uni o'sishiga turtki bo'lish kerak. O'stiradigani, turtki bo'ladigani, yeydigan ovqati o'sha paytda azot bo'ladi. Mochavina ham deyiladi, karbamid ham deyiladi, kalsiy nitrat ham deyiladi. Men misol qilib aytaman. Azot suyuqlari ham bor. Shuni berganmiz, ham tez o'sadi, ham barglari o'ziga kelib yam-yashil bo'ladi. Hop, xohlagan vaqtingizda kessangiz bo'ladi. Yana bitta eng asosiy ishlaridan bittasi, biz qo'rqmasdan kesamiz. Uni sababi ildizi to'la bo'ladi biz kesadiganni. Tuprog'i yaxshi bo'lish kerak. Tuprog'ingiz yengilroq, yumshoqroq bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'p aytamiz buni. Torf aralashtiraman. Men o'zim qiladiganim torf aralashtiraman. Tuproq yengilroq bo'ladi, ildiz to'la bo'ladi-da, uni xohlagan paytingizda, misol bitta olib ko'rsataydi. Tuproq bilan chiqib kelyapti. Katta tuvakka olgan ekanmiz buni yaqinda. Kichkinagina tuvadagilarni olganmizda, lekin tuproq bilan chiqib kelyapti. Hozir olinmaganini ko'rsataman bitta ishqozchilikka. Bu anaqani ildizi tuproq bilan chiqib kelyapti. Agar siz buni to'g'ri tuprog'i o'ziga ekadigan bo'lsangiz, bunaqangi bo'lmaydi. Yevropadan keladigan, Xitoydan keladigan gullarni juda ham ko'pini, xona gullarini ko'targaningizda hammasi tuproq bilan birga chiqib keladi. Ildiz tuproq bilan chiqib keladi. Buni zo'r tomoni, sizni bergan ozuqangiz ham, bergan suyingiz ham hamma narsani o'zlashtirishi oson bo'ladi. Havo aylanishi yaxshi bo'ladi, kislorod yetarlicha bo'ladi. Dori berganingizdan keyin dorini o'zlashtirishi oson bo'ladi. Natijada uni o'sishi ham shunga yarasha zo'r bo'ladi. Kichkinagina video qilaman deyotgandim, o'zi 5 minutga qarab ketib qopti. Bo'ldi, shu. Xohlagan vaqtda kessangiz bo'ladi. Gulingizni yoshartirasiz. Yoshartirganingizda ham chiroy paydo bo'ladi, ham gullarini soni, gullash ehtimoli, gullashini soni ko'p bo'ladi. Gullashi aniq bo'ladi, guli ko'p bo'ladi. Chiroy bo'ladi. Bo'ldi.
dori beradigan bo'lsangiz yana ham zo'r bo'ladi. Berish kerak. Kimlardir aytadi, ximiya o'rgatib qo'yiladi, bermaslik kerak deb. Yo'q, u noto'g'ri fikr, u egoistlik u. Men o'zim zo'r o'stiraman, men hech nima berishim kerak emas degan bilan bir xil bo'lib qoladi. Siz ozuqasini berib o'stirib ko'ring, siz oldin o'stirgan gullaringiz siz o'zingizga yoqmaydigan bo'lib qoladi. Biz chetda ko'radigan, internetda ko'radigan gullarimizni, geranni o'zini olaylik, hammasi vaqtida dorisini beradi. Bitta dori berishdan tashqari kasallikka qarshi obработка ham qilib turadi doim. O'shaning uchun biz ko'rganimizda wow deymiz. Yana bitta o'zimizni oqlaydigan tomonimiz bor. Ularning iqlimi zo'r deymiz. To'g'ri, ularda iqlim zo'r. Namlik bor, bizga qaraganda sovuqroq. Biznikidagi quyosh bo'lmaydi. Lekin bizda ham ozuqasini berib, doim kasallikka qarshi, zarar kunandalarga qarshi dori berib turadigan bo'lsangiz, tuprog'ini zo'r qiladigan bo'lsangiz, bizda ham ulardan qolishmaydigan qilib o'stirsa bo'ladi. Prosta odamda xohish bo'lish kerak, egoist bo'lmaslik kerak. O'zingiznikini haqman deb turib oladigan bo'lsangiz, unda hech nima ish yurmaydi. Qilib ko'rish kerak. Qilib ko'rish kerak. Bu kesgan gartenziyalarimiz, gartenziya to'g'risida mayli endi cho'zilib ketib qoldi. Ketkizgan vaqtga rozi bo'lasizlar. Suv quymaganman, shunga shunaqangi bo'lib qoldi. Tuvalari katta. Kattaroq tuvakka olishim kerak bularni. Kisli torf olib kelganman, kisli torfga o'tkazaman, to'g'ri torfni aralashtirib o'tkazaman. Kisli torfni o'ziga o'tkazganimda gul umuman o'zgarmay qoldi. Oldin tajribadan o'tkazganmiz. Gartenziya to'g'risida, krupnolistniy gartenziya to'g'risida internetda ko'rdim. Qanaqangi qilib, bunaqangi qilib ochiladi sizlarniki, bizda bunaqangi bo'lmaydi deyishadilar. Chaman bo'lib ochilayotgan. Toshkentda Instagramda juda ko'p qo'yishyapti. U Gollandiyadan kelgan gullar. Ular 1 yil oldin, misol uchun deylik, shunaqangi tuvada bo'lsa, 1 yil oldingi gullar Gollandiyadan kelgan. Bir oy qishda temperaturniy rejimda turgan gullarni olib kelingan tayyor ko'chatini. Temperaturniy rejimda deganim 1 gradus bilan 0 gradus bilan 5 gradus orasida xolodilnikda saqlaydi ular. Tashqarida qoladigan bo'lsa sovurib ketib qoladi. Shuning uchun xolodilnikda maxsus xolodilniklari bor, saqlanadi o'sha yerda. O'sha gulni olib kelib turib bizda ekib parvarish qilinadigan bo'lsa, bo'ldi, ular avtomatik ravishda o'zi gullayveradi. Unga hech qanaqangi bir qanaqadir spetsialniy dori quyish degan narsa yo'q. Hech nima yordam bermaydi. Misol uchun shu gullarni men olib qo'yadigan bo'lsam, kelasi yilga meniki ham hammasi shunaqangi har bitta chiqarayotgan shoxildan hammasidan chaman bo'lib gullaydi. Bizga ham xuddi shunaqangi bo'lib gullaydi. Asosiy qoidasi, eng asosiy sababi shu bo'ladi. U ildizlar yerga o'tib ketibdi. Chanqagan, suv berilmagan. Biz beramiz, o'ziga keladi. Asosiy qoidasi shu buni. Yerga ekib qo'yadigan bo'lsangiz, yo siz olib ekadigan bo'lsangiz, sizda bunaqangi bo'lib gullamaydi. Qishda o'rab qo'yiladigan bo'lsa, agrovolokno bilan o'rab vaqtida to'g'ri kesadigan bo'lsangiz, sizda ham gullayveradi. Tofga ekadigan bo'lsangiz. Lekin o'sha hozirgi ko'ryapganingizdek bo'lib turib gullamaydi. Ana xuddi mana shu gul. Hozirga aytgan ishimni to'g'ri bajaradigan bo'lsak, tuvaga kattagina chaman bo'lib gullaydi. Prosta chaman bo'lib gullaydi. Qishda to'g'ri qishlatishim kerak. Bo'ldi. Bu krupnolistniy gartenziya bu. Bunisi ham xuddi shunaqa. Bizniki anaqa oftob, hech qanaqa ventilyatsiya yo'q, sovutadigan joy yo'q. Yerga ekib qo'ysangiz ham 100% ko'karaveradi, muammosi yo'q. Bitta zo'r tomoni ham shu o'lmasligida buni. Qaqshab ketgan, suvini beramiz, o'ziga keladi. Bu drevovidniy gartenziya. Bu krupnolistniy gartenziya. Bu ham drevovidniy gartenziya. Vegelani
kichkina tuvada bo'lardi. Biz kattaroqqa olib, bir marta forumga berib, bir ikki marta forumga beramizda chiroyli qilib o'stirmoqchimiz. Bu ham drevovидная горtензия, indiyskiy siren. Lavandalarni kattaroq tuvakka oldimda, o'zi lavanda ko'pchilik yerga ekadi. Yerga olib chiqib turib sotishadi. Tuvada yetishtirib ko'rmoqchiman, ko'ramiz nimadir bo'ladi. Bo'ldi, mavzudan chetgacha ketib qoldim. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Gerani xohlagan paytingizda kessali bo'ladi. Kesgandan keyin ozuqa berib tursanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Gullamasligining sababi ham eng asosiysi uyda o'sib ketgandan keyin kesib turish kerak bo'ladi. Yangi shox, yangi gul degani. Omonlikda ko'rishaylik. Vaqt ajratib ko'rganingizga rahmat. Harakatdamiz.